necha ming yillar tarixga ega bo'lib, o'ziga mana shu o'zbek xalqining ko'p urf-odatlarini, udumlarini mujassamlashtirishdan iborat bo'lganligini nazarda tutib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu olimlarning o'sha tadqiqot natijalari dastlabki o'sha sport o'yinlariga moslashtirilgan holatlarda o'sha har bir yo'nalishimiz bo'yicha mana shu o'zbek kurashi 3,5 ming yil tarixga ega ekanligini juda ham yaxshi biladi. Bu holatlar albatta o'sha Farg'ona vodiysi, Farg'onacha usul yo'nalishlarida va Buxoro usullarida o'sha kurash tushib kelinganligini nazarda tutib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatlar aslida mana Zarafshon, Surxondaryo, o'sha vodiy, voha yo'nalishlarida kurash tushish jarayonlarini amalga oshirib, ko'plab mana shu kurash musobaqalarini o'tkazib kelinganligini aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu yo'nalishlarimizda o'sha ulug' mutafakkirlarimiz avvaliy besino tip qonunlar kitoblarida, Firdavsiyning Shohnoma asarida, Amir Temurning Temur tuzuklari va Alisher Navoiyning Hamsa asarlarida, Zahiriddin Muhammad Boburning o'sha Boburnoma asarlarida ham mana shu kurash to'g'risida juda katta ma'lumotlar berilganligini nazarda tutib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatlar albatta mana shu yo'nalishlarimizda kurashning qanchalik muhim ahamiyat kasb etganligini nazarda tutib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu yillar davomida mana shu kurashga bo'lgan e'tibor va mana shu jangovar holatlarni saqlashdan va ularni qo'l ostidagi mana shu jangchilarni kurash yo'nalishlaridagi kurashning o'sha maxsus yo'nalishdagi mashqlaridan foydalangan holatlarda tayyorgarlik jarayonlarini amalga oshirib kelganligidan dalolat berishligini nazarda tutib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatlar albatta mana shu yillar davomida amalga oshirilgan har bir yo'nalishlariga to'xtalib o'tiladigan bo'lsa, o'sha dunyoni keng qamrab olgan bu sport yo'nalishlarini o'z ichida mujassam qilgan mana shu katta musobaqa jarayonlarini doimiy ravishda qo'yib kelinganligini va o'tkazib kelinganligidan dalolat berishligini nazarda tutishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatlar albatta mana shu milliy urf-odatlarimiz, o'sha Navro'z bayramidan Hayit Ramazon tadbirlarida mana shu doimiy ravishda musobaqa jarayonlari amalga oshirilgan va bu musobaqalarda albatta kurashsiz bu jarayonlar amalga oshirilmaganligini nazarda tutishimiz mumkin bo'ladi. Albatta mana shunday yo'nalishlar asosida olib borilgan ko'plab kurash holatlari, ularning o'sha usullar yo'nalishlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana Farg'ona usulida albatta o'sha cho'ponda, paxtali cho'ponni kiyib belbog' baylangan holatda to'nlarda kurashga tushirilganligini nazarda tutib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Buxoro usulida esa bu yaktak holatida o'sha ilojini boricha o'sha holatiga tayyorgarlik qilingan va o'sha paxtasiz yaktaklarda kurash tushib kelinganligini, to'nlarda kurashga tushirilganligini nazarda tutib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu kurashimizning hozirgi kunga kelib mana milliy urf-odatlarimizga ko'ra o'zimizning mana shu milliy kurashimizni yuksak darajada ko'tarilishida o'z hissasini qo'shib kelayotgan Komil Yusupov tomonidan mana shu yangi qonun qoidalarini ishlab chiqish holatlari va bu prezident yo'nalishlarida o'sha prezident bilan suhbatlashish va ular bilan uchrashuvlar davomida mana shu milliy kurashimizni birgina ona yurtimizda emas, balki butun jahonda taniltirish yo'nalishlarini ishlab chiqilganligini va bu takliflar qilib berilganligini nazarda tutib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu talablar asosida, o'sha taklif va talablar asosida amalga oshirilgan holatlarga to'xtaladigan bo'lsak, albatta bizning milliy kurashimizni butun dunyo tanilishiga sabab bo'ladigan mana shu qonun qoidalarini ishlab chiqilganligi va bu yo'nalishlar asosida albatta milliy kurashimizni o'sha to'shama gilamlarining o'lchamlari yo'nalishida to'xtalib o'tamiz. Albatta bu yo'nalishlar o'sha 10 ga 10, 12 ga 12, 14 ga 14, 16 ga 16 hajmdagi to'shama va gilamlardan iborat bo'lganligini nazarda tutib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatlar albatta mana shu milliy kurashimizni
hakamlar tomonidan beriladigan jarayonlariga ham e'tibor qaratilishi afzal deb o'tamiz. Sababi bu yo'nalishimizda o'sha kurashchilar albatta gilamga chiqqan holatlarda, tik turgan holatlarda kurash tushishlarini so'raladi. Bu holatlar albatta tizzalab qo'yilish holatlari, qo'llarni tirash yoki bo'lmasam tizzalarga o'tirib olish holatlaridan usulga kirmaslik kerak ekanligini nazarda tutib o'tilishimiz mumkin bo'ladi. Va e'tiborli jihati shundaki, kurashimiz albatta og'riq beruvchi usullarni qo'llamaslik shartligini mana shu mashg'ulotlar yoki darslar jarayonlarida o'sha o'quvchilarga yoki kurashchilarga muntazam ravishda o'zlarining ustunlarida amalda va ko'rsatib va bajarib mana shu usullarni qo'llamaslik kerak ekanligini uqtirib borishimiz zarurligini nazarda tutilmoqda. Bu holatlar mana qo'llarni qayirish, panjani qayirish holatlari, bo'yindan bo'g'ish holatlari, o'sha kurash tushish jarayonlarida raqibning ustiga tizzalab tushish holatlari yoki tirsak bilan o'sha kurashchilarning ko'krak qafaslariga tirsak bilan tushish holatlarini amalga oshirmaslik, qo'llarni orqaga bukmaslik jarayonlarini o'z ichiga olishligini ham nazarda tutib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Milliy kurashimizda albatta mana e'tiborli jihat shundaki, albatta biz kurashchilarni kurash o'sha texnikalarini, usullarini o'rgatishdan oldin ularni albatta yiqilish texnikalarini, o'zini o'zi himoya qilish holatlarini o'rgatib borishimiz maqsadga muvofiqligini nazarda tutamiz. Va bu holatlarda har bir usullarni qo'llash jarayonlarida mana kurashimizda, milliy kurashimizda o'sha 7 ta usullar bor. Mana shu usullar yo'nalishida amalga oshirishimiz shartligini nazarda tutiladi. Bu birinchisi o'sha supurma usullari, ikkinchisi chel usullari, qo'sha usullari, bardor usullari, yonbosh usullari va mana beldan oshirib tashlash va yelkadan uloqtirib tashlash texnikalarini, usullarini qo'llash bilan amalga oshirishimiz mumkin ekanligini nazarda tutib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatlarga o'sha beriladigan talablarga, o'sha qo'llanilgan usullarga qarab ularni baholash holatlarini amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatlar albatta o'sha natijalarni amalga oshirish holatlarida, usullarni qo'llash holatlarida chala, yonbosh, halol baholar beriladi. Jazolash holatidagi esa tanbeh, dakka va g'irrom holatdagi baholar berib boriladi. Albatta bu kurashchilarni mana shu yo'nalishlar asosida amalga oshirilgan har bir jihatlarni o'z ichiga oladigan mana shu milliy kurashimizni rivojlanish yo'nalishlariga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, mana shu kurash jarayoni mana shu ikki kurashchining tik turgan holatda olishuv holatlarini tasavvur qilib yurish va amalga oshirish holatlarini qo'llab usullarni qo'llashimiz mumkin ekanligini nazarda tutib o'tishimiz mumkin bo'ladi.